Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, sizlarga yana bitta mahsulotimiz nabori haqida ma'lumot bermoqchiman. 12 yosh farzandim yuzida juda ham yuzi yog'li va shunaqangi xunuk holatda ugrilar chiqib kelyapti. Bunga qanday yordam bera olaman deb murojaat qilishdi. Favili kompaniyasidan aynan mana shu NW4 seriyamiz 12+ hisoblanadi. Xarid qiling, halollik sertifikatiga ega. Tarkibida tasman qalampiri bor va tasman qalampiri yuzdagi yog' bezlarini ish faoliyatini normaga keltirib beradi. Gel для умыванияsi, losyonni 4 va 4 kremi va bundan tashqari maskasi haftada 2 marotaba ishlatiladigan, bu kunlik ishlatiladi. Bu ham kunlik ishlatiladigan mahsulot hisoblanadi. Bir kurs lecheniyaga yetadi bu mahsulotlarimiz. Buni ishlatgandan keyin yuzingizda yog'lanishlar normaga keladi. Ugrilar sizni bezovta qilmaydi va massa qilib o'zingiz xohlagan ovqatlaringizni yuzingizga qilib yursangiz bo'ladi. Va ko'pincha aytaman, bu mahsulotni xarid qilayotganda bizda detoks choylarimiz bor. Detoks choylari bilan birgalikda xarid qiling deyman. Sababi detoks oshqozon ichaklaringizda joylashgan shilvaqlarni yuvib olib chiqib tashlaydi. Shundagina sizda agar bu mahsulotni ishlatib bo'lganingizdan keyin umuman qaytalamaydi yuzingizdagi normaga kelgandan keyin.